bo'lsin. Oilangizga tinchlik, xotirjamlik, fayz, baraka, sog'lik hamda ishingizda muvaffaqiyat tilab qolamiz. Ijozat Yaşar yüreğimde olovlar, toshar qalbimda daryolar. Hayrat qolar ba'zi birovlar, ey man Toshkentda sho'x qizman, man Toshkentda sho'x qizman. Kimga yoqqan, kimga yoqmagan, yonsa yongan toshday qotmagan, bir bo'lib solib yotmagan, ey man Toshkentda sho'x qizman, man Toshkentda sho'x qizman. Nazanin bir gül yüzüme, man Toshkentman, ruhshonasi ol qizima. Bekingizga ko'ngil bermagan, sher yurakka yo'l bermagan, nomardga hech yengilmagan, ey man Toshkentda sho'x qizman, man Toshkentda sho'x qizman. Mana shu yurakka degan, o'z ovozi o'zimga bir gul yuzaman, man Toshkentman, ey sevara so'l qizman, man Toshkentman. Nazanin bir gul yüzüme, man Toshkentman, ruhshonasi ol qizim. qo'shiqlari uchun rahmat aytamiz hamda 2025-yilning eng trenddagi bo'lgan bolalarni davraga taklif qilamiz. Yangiyo'l sentri Niyozboshi och mahallasidan Alangali. Assalomu alaykum. Salom, assalom. Hojona, hojota, duogo'ylar, hammanglar yaxshi yuribdimi? Osmonda qora bulut, bo'z xavfli hudud. Kelib ko'rgan bilasan, o'qimasang o'lasan. Manzara tomchilardan qizg'onardim. Sanga esa jalada yurish oqar ekan, momo. Qiyu.
Endigi navbatni maktabimizning Setora guruhiga beramiz. Hayat buncha balki suv kabi oqar ekan, kechagi buncha bugun gul kabi boqar ekan, orzuyim otashlari yuragim yoqar ekan, umrning yo'llarida yig'lagan ko'zga yana yoshini berar ekan, umidlar ko'zga yana doshini berar ekan, biz so'rab yurgan yomon oshini berar ekan, taqdirning qo'llarida yana kimga man yana balli baloyiman, elimni yerga qilsa illo illo guloyiman, dalli dil ila dillararo diloyiman, baloyiman, diloyiman, baloyiman, diloyiman. İş kadrini bilgen yar yaman yana yalayman, yana kimga man yana balli baloyiman, elimni yerga qilsa illo illo guloyiman, dalli dil ila dillararo diloyiman, baloyiman, yana kimga man yana yalayman, yana kimga man yana balli baloyiman, elimni yerga qilsa illo illo guloyiman, dalli dil ila dillararo diloyiman, baloyiman. 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 날것 있는 여자. 사랑해, 낮에는 너만 따사로운 그 사랑해. А вы меня к себе не позвали. Да, я Баба Яга. Ассаламу алейкум. Меня зовут Баба Яга, но я строгая и злая, но красивая, блатная. Но никаких муси-пуси не пройдут от бабуси. У меня характер злой. Всех прогоню, растопчу.
пронесу метлой своей. Но я не могу понять, что здесь происходит. Вас очень много. Как красиво все блестит. Кто мне подскажет, что здесь происходит? Новый год? Ха-ха-ха-ха-ха! Какой Новый год? Я Новый год не люблю. А чтоб меня Новый год понравился, что нужно сделать? Меня развеселить. Кто меня развеселит? А чтобы развеселить, я хочу пригласить. Ты моя сладочка, ты моя хорошая. Иди, пожалуйста, сюда. Ты красавица моя, выйдем ко мне. Красавица, Oppan Gangnam Style. стой. Музыку остановить. Держи мою эту. Сейчас мы с вами будем танцевальные. Заведи. Стоял строй. Mani shartini bajarmasalaring, oshxonadagi qozonni pishirib yeyman. Музыку студию. Balkon. Стой, стой, назад. До свидания. У меня там дальше еще идет Новый год. Move it. I like to move it. You like to move it. I like to move it. I like to move it. I like to move it. You like to move it. I like to move it. I like to move it. I like to move it. You like to move it. I like to move it. I like to move it. I like to move it. You like to move it. All girls all over the world. Original King Julian for the girls, man. I love all the girls. I love to move their body. When you move your body, you know move it nice and sweet and sassy. Alright? Woman, you cute and you don't need no makeup. Original cute body makeup on mad on you cute and you don't need no makeup. Original cute body makeup on mad on. Physically fit, physically fit, physically fit. What? Physically fit, physically fit. Come on, nice, sweet, fantastic. Make your body out to the big tight, can you come in and act? Sweet, energetic.
Push your body out into the big tight today. Body nice, sweet, fantastic. Push your body out into the big tight today. Body nice, sweet, fantastic. Push your body out into the big tight today. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it. I like to. Bayramimiz yoqyaptimi? Woman, you. Navbatdagi sahnamiz barchangizga ma'lum bo'lgan Nina va Shurik. Ustozlarimiz uchun bo'ladi. Faqatgina buni hazil tariqasida qabul qilasizlar. Marhamat. O'qituvchi kelmagan. Tennis o'ynab olamiz. Ketdi tennis o'ynab olamiz. O'qituvchi kelmagan-ku. Nimalar deyapsizlar? Qanaqa tennis? Maydabga nimaga kelyapsizlar o'zi? Mashorakaga aytdim, hozir dars qo'yib beraman bizga. Atamiz, opacha. U ishni eslatmang, hech bo'lmasa. Da o'tira olamiz Sabira joyimga. Assalomu alaykum. Salom, men so'rab olish kerakmi sizlardan? Uyushib berganmidim yo'qmi? Bergansizlar. Nima? Oshmayapga 10 ta so'z, yurtga 10 ta so'z. Tekshiring. Ha, Sardos kelgan. Behruslikchi, chaqiyamsan? Yo'q, yana yo'q. Turasan joying. Behruslikchi, meni oshchimisan bu? Shaborovchi. Manda o'tirgatim yo'q, xolos qolgani hamma narsa bor, qaytarib keldim. Men keyin safar bo'lsin. Sanchi? Men vashya qilmaganman. Turib sana. Yo, meni oshchiman. Osh bunga sana nechi? 20-chi dekada. Xo'sh. Orqada, men orqada. Mikrofonga yaxshilab. Nechinchi? 27. Ustoz, nimaga bunaqa sanayapsiz? Bizga boshqa o'rgatishgan-ku. Gapimni bo'lmay turing. Ha. Ne bu? Sana g'alati. Bizga boshqa o'rgatishgan. Bu to'g'ri. Lug'aviy jihatdan to'g'ri yozilgan. Yozamiz. Mavzu yozinglar, juft so'zlar. Yozinglar. Sizlarga uyushi, juft so'zlarga 10 ta gap tuzib kelish, test ishlab kelish. San kelingan loqada o'tgan ishlarni qilib keladi. Bitta so'rab olaman. Bo'ldi. Turdinglar. Ber. Bolalar, qizlar, yangi yil ham yaqinlashyapti-kan. Ustozga nima pazarka olamiz? Ramkami, bakalni olarmiz. Nima deyapsizlar? Bizga shuncha o'qitgan ustozga bitta ramkani ravo ko'ryapsizlarmi? Undan normalniy narsa olaylik. Sizlar jindimisiz? Kimlardan o'sib qolibsizlar? Bizni maktabda unaqa narsa mumkin emas. Dostoniga bilsa hammamizni rezginkaga o'ynatadi. Miyasida g'ulug'ini bor. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. O'tirlar. Sarnosxon, uyga so'zingiz bormi? Ha, qizim 22-mavzuni tugatib,
yettita qisqa ko'paytirish formulasini yodlash bergansiz. Men hammasini bildim. Молодец. Behruz, Ha, ozginasini qilganman. Qanaqa? Ha. yaxshimisan? Ha. Alaykum assalom. Nima qilding? Bormi uygasmalaring? Ozginada. Ozgina? Nega endi qitig'ing bormi sani? Aka, lashshari. Turasan o'rningda. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Dars bo'lyapti bu yerda. Mumkinmi shundoq reyd qilsak? Reyd? Ha. Mayli qilaydi. Assalomu alaykum. Joyda qolursin bolalar. Bolalar do'stga qizlar joyda qolsin. Bolalar cho'ntagimizda bor narsani qo'limizga chiqarib turamiz. Chiqaramiz. Qani? Ye. Mohina, rangsiz bilasiz, ko'p qolsin. Administratsiyaga kirsak darsga keyin gaplashamiz. Oxirida mani o'g'il barodan keldi. Nima chiqibdi endi? Sizlar g'alib chiqdimi? Конечно. Как раз kosmetikam tugadi. Qarang, brendli kosmetikalarni topdim. So'z darsiz bo'ling. Charchamayli. Ibrohimjon qatga keldik? Uyishiga? Bormi uygasmalaring? Uyga qilganman, daftarim qolib ketdi ustoz. Qitig'ing bormi sani? Bashari. Sababaxon, sizga ishonaman. Uygasmalaringiz bor, Молодец qiz. Hop, bolajonda uygangiz bor. Nechta bo'rimda yotarkanman? 8 tasini yotlab kelasizlar. Tekshirib olaman bitta. Dostonaga darsga kirmasa ham bo'lardi. Va alaykum assalom. Bebiylar nima gap endi? Kayfatlar bolalar. Alova jangovar. Uyishiga nima bergandim? Full practice bergansiz. Task 1, task 2, reading, tarjima, speakinglari bilan hammasi full. Bor yo'qmi? Vashshi dema boribsizlar, o'zinglar. Alisher. Va alaykum assalom. Nima gap endi? Tinchmi? Qani uyishdan ko'raylik Alisher. So'ngi darsini qilolmagandim. Uyda mehmonda bor edi. Nega unda qilding, ha? Lashari? Bo'st o'quvchilarga yarashmaydi unaqa bo'lish, ha? Yo mehroging keldimi bugun, ha? Lashari? Ibrohim. Nima gap, tinchmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uyishdan ko'rsatchi Ibrohim. Uyishim hammasi bor menda. O, молодец. Qani bolalar bo'z qartda bitta. Chiqmaysizmi? Hozirdan keyin birlashib boshladingiz, Ibrohim. Rahmat xalqim, men sizlarni yaxshi ko'raman. Yo, unaqa emas. Qorin bilan. Rahmat xalqim, men sizlarni yaxshi ko'raman. Rahmat xalqim, men sizlarni yaxshi ko'raman. Возвращаюсь. Abdona qiz. Qalay endi? Va alaykum assalom. Menda hamma narsa bor, faqat pesishlarimga ulgurmadim-da. Ha, endi qiz bolaga yarashmaydi-ku Shabona qiz. O'g'il bola mayli o'g'il bola. Siz nega ish qilmaysiz Shabona qiz? Keyin safar qilib kelaman, boshqa takrorlamaydi. Mayli boshqa takrorlamasin.
Alaykum assalom Bahodirova. Lekin sizdan rosa xafa bo'ldim-da. Umumiy saflashda rosa odam uyaltirdi. Sizdan kutmagandim. O'zi Bahodirova juda yaxshi qiz, faqat uxlaganda-da. Qizlar naqtalarni yashirib chiqib ketishi mumkin. Fast cars, superstars, leave the hill tomorrow. Grab another bottle. Bolni stoldan ko'tarib, vertikal gorizontal to'g'rilab chiqib ketasiz. Estan chiqdi. Up in the club, pour another shot and show me some love. Tez, давай, tez. Давай, 20 tanchmani. Ladies to the front. Sana qilish bilmaysanlar-da. Bizning payt boshqacha bo'lardi. 8-9 sinfimda men 300 tarjimani qilardim. Bobolar bilan, Isroillar bilan birlashib deganman. 8dan keyin chiqarmasdi. Ko'chaga chiqib chovuzda yurardi. Sani silamaysanlar-da, babi. Davay, tez. Bitta-bittadan turib olamiz daroshkalarga. Mana qarab turinglar, birinchi man ko'rsatib beraman. Tuf, tushasan ketdi. Выход. Silamaysanlar-da, davay. Dushga.
был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спасибо, Аллах. Неплохо очень иметь 3 жены, но очень много с другой стороны. Все в порядке. Как быть нам, султанам, ясность нужна. Сколько жен в самый раз, 3 или 1? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо, очень, совсем без жены. Гораздо лучше с любой стороны. Неплохо, очень, совсем без жены. O'quvchimiz Baby Samandarni taklif qilamiz. Har doim nima deydi? Reja ssenariy bo'lishi ketmaydi-da. Shoruq akadan iltimos qilamiz, bitta ispanskiyda bitta chiroyli edi. Ta Yulduz Usmonova o'sha yerdami? Dilbar Ubayeva, готовы? Tak, Samandar. Ve bizanki jangor holat. Karşılaştırmayapti. Bravo, Dilbar Ubayevga bitta chiroyli qarsili. Yulduz Usmonovga bitta chiroyli qarsili. Ishlayapsizlar, rahmat, sog' bo'linglar. Voy jo'rajon, jon jo'rajon. Jonim dedim olsak, oy yuztari. Voy mashnajon, mashnajon. Oy nega o'ylanyapsan? Nimaga? Malakatsan, asabiysan, o'zing ham jo'rajon.
siz deb sukulun haru dolu Rüyamın armağanın hamlamakı kolo kolo Uzun ayranay, olsun uyantıray Gönlümde bulay, ya sokak aynan Ne işleydi bu endi? Ber. Yoshlik paytlarimiz ham o'tib ketdi. Bo'zda mazza qilib yurardik. Nima deysan o'rtoq? Bo'z partiyalarni aytsang-chi. Bo'z partiyalar o'tda tursin. Doston aka mehrlaricha mazza qilib yurardik-ku. Larsharani so'kishlari esingdami? Shunaqangi sog'indim shu ezrashimiz. Nima darsiga kirmayapsan ishlarni? Shunaqangi sog'inib ketdim. Bo'sh vaqtingda nimaga yuribsan? Yur dars qilamiz degan. Voy. Doston aka bunaqa qilmaganda hozir nimalarga erishardik biz? Shuncha institutda o'qib chiqdik Doston aka mehrlari bilan. Albatta. Enfin محفل حریفک چه بد کرد غلط کرد شوبت کرد همه رو در بدر کرد خموری دیگر کرد حریفک چه بد کرد غلط کرد شوبت کرد همه رو در بدر کرد خموری دیگر کرد دیگه هایی به آدم میمونه نه بیاد هایی به آدم میمونه نه بیاد دیگه هایی به آدم Uyat bo'ladi. Do'stim, men qari bo'lganim bilan ko'nglim yosh hali. Bolalar bir o'zimizni qo'shiq eslamaymizmi? Ketadi-yu. Qo'shig'imizni qo'yib. Yoshligini eslabi o'l. Yoshligingga sallan. Chol va lo'lalarimizga bitta xasigina bo'lsa. Taklif qilamiz chiroyli qarzilar bilan. Mana taklif qilamiz. Qarzilar eshitmayapti. Benjamin yerda yotmasa uyat bo'ladi ortiqda. Ustozlarimizga bitta chiroyli qarshi bilan shartimizni hamma biladi. Va shartimizni iloji boricha pozitiv o'tkazishga harakat qilamiz. Ustozlarimiz va o'quvchilar qarshilarni bitta chiroylisidan qo'llab-quvvatlab turamiz. Qancha oldinda bitta ajoyib qo'shiq boshladik.
Edilmekçe şu sırrı. Şurada 5000'ga olsa ketasiz nimaga? Ravshan akaga bitta chiroyli qarzdorlar chalib qo'yasizlar. Edem aka biroz qoldingiz lekin. Siz 3ta edingiz. Bitta edingiz o'zi 3ta ko'paydingiz endi. Birozsiz. Qani bitta chiroyli qarzdor bilan davom ettiramiz. Tursun ayba ta'minidagi bitta chiroyli qarzlar bo'lsa, gapni qo'yamiz. Bitta chiroyli qarz bilan davom ettiramiz, marhamat. Elimga bo'sh keling, olyaptilar. Актуальный близкий чат. Налетели как саранча. Стал богаче, даже богача. Раскидался как Джеки Чан. Malohat aka yomon qildilar lekin. Birinchi kun Malohat aka aytdilar, "Mo'g'ay Haydarni meni ustozim bo'ladilar" deb sekingina o'ylab chiqara ola qoldim. Mo'g'ay Haydarni bitta chiroyli qarzlar bo'lsa. Chiroyli qarzlar. Bizda ikkita kuchli komanda ishtirokchilari qoldi. Yo'q. Edem aka bosh driver. Tojmadov Malohat aka bir gni zashat qiladilar. Qarshilik eshitmayapti o'rtoqlar. Qani boshlaylik. Boshqatdan. Hurmat qilinglar. Edem aka haqiqiy mujikda hurmat qilinadi. Edem aka bitta chiroyli qarzlar bo'lsin. Ayollar komandasi g'alaba qozonib bitta chiroyli qarzlar bo'lsin. Rahmat, sog' bo'linglar. Sahna ko'rinishlarini nima oxiri? Bo'ldi, qani bitta chiroyli qarzlar bilan raqs oxiri sizga. They come in the and the boys they say so you're better. They all
Barcha yuqori sinf o'quvchilari, sizlarga kattakon rahmat. Oldimizda kuni kecha mana grant imtihonlarini o'tkazdik. Shu sababli tayyorgarchilikka unchalik ham ko'p vaqt bo'lgani yo'q. Bir kun ichida tayyorlangan ssenariy bo'ldi. Qarshilaringiz. Shu munosabat bilan shuncha asablarini, vaqtlarini ayamasdan, bugun na zavtrak, na obed, na ujin qilmasdan jonlarini berib bizga tayyorgarchilik qilishga yordam bergan Vohida opaga Marhamat. Ham so'zni bitta chiroyli qo'shiqlar bo'lsin. Qarshilarimizni shu o'rinda oshxona vakillariga bitta chiroyli qarsak bilan davramizga taklif qilamiz. Sana yugurmoqchi.
Thank you.
Mana bugun Xudo xolasa 2025-yilimizni muvaffaqiyatli tamomladik degan umiddamiz. Va mana muvaffaqiyatli tamomlab Xudo xolasa mana bayramlarni nishonladik. 3 smenada bu safar bayramlar nishonlanildi. Birinchi smen 10da 1da mana soat 4dagisini ham Xudo xolasa ustozlar bilan birgalikda mehrli bayram bo'ldi desak, adashmagan bo'lamiz. Ilohim omadimizni bersin. Hech qachon charchamaylik. Xudo xolasa nima deydi? Keyingi yillarda ham muvaffaqiyatli bolalarni tarbiyalashga hech qachon charchamasdan nima deydi? Juda katta marralarni zabt etamiz degan umiddaman. Sizlar borsizlar, Xudo xolasa o'quvchilarni tarbiyali, xulq-atvorli, bilimli inson qilib chiqaramiz degan umiddamiz. 2025-yil menimcha ozgina bo'lsa ham muvaffaqiyatli bo'ldi desa adashmagan bo'lamiz. Bayram menimcha juda ham bir ko'tarinki ruhda bo'ldi. Hammaga o'zimizni chuqur minnatdorchiligimizni bildiramiz. Chiroyli qarshilar bilan. Assalomu alaykum, hurmatli kollektiv hamkasblarim. Birinchi bo'lib rahbarimizga juda ham katta rahmat. Sizga shunchalik bir harakat qilib, hammamizni bir joyga yig'ib, chiroyli bir tadbir o'tkazib berganingizga katta rahmat. Ota-onalar nomidan ham katta rahmat. Hammasi aytib yotishibdi, rahmatli deb. İnşallah bu yog'iga ham Alloh ishingizga rivoj bersin. Ishimizga birinchi bo'lib sizni boshchiligingizda bo'lsin deb so'rayapman. Bu yil menimcha hammamizga ham yaxshi keldi. Menga ham juda ham yaxshi keldi. Sababi ikki martadan sinfim birinchiligiga oldi. Juda ham xursandman. Chiroyli qarshilar bo'lsin. Katta rahmat. Xudo xolasa 26-yil ham ikkinchi sinfim ham birinchi o'ringa chiqa oladigan umiddaman. Yashang Xudo xolasa. Yana kim o'zini ichidagi nima dil izhorlari bo'ladimi? Balki Xudo xolasa 3-4 yildan beri birga yurgan insonlarimiz bor. Kelinglar birinchi so'zni 3-4 yildan beri birga yurgan ustozlarimizga beraylik, keyin yangilarga beramiz. Bo'ladimi? Kamol Yo'lxonjonovga so'z beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar, mehmonlar, mezbonlar va aziz o'quvchilar. Bugungi bayram meni 3-bayramim o'z maktabda. Men 3-bunaqa bayramni ko'rayotgan bo'lsam, to'g'risini aytaman, maqtash emas, yo'q maqta qo'yish emas. Haqiqatan esda qolarli va zo'r bayram bo'ldi. Bunaqasi hali bo'lmagandi desam to'g'ri bo'ladi. Qo'shimlar bor edi. O'shani aytmoqchimanki, juda zo'r bayram bo'ldi. Jamoamizni bir joyga yig'gan rahbarimizga rahmat. 2026-yil hammamizga omadli kelsin. Hammamizga Bo'z maktabini ravnaq topishida birgalikda yelkadosh bo'lib, o'quvchilarimiz ilmli, bilimli, odobli, axloqli bo'lib, shular orqasidan faqat rahmat eshitaylik. Yuksak cho'qqilarni egallab O'zbekistonimiz ravnaqiga hissa qo'shsin. Hamisha Bo'z maktabini bitirgan o'quvchilarimiz oldinda bo'lsin. Hech qanday orqada qolmasin. Shu o'rinda sizlarga bitta yangilik aytib ketaman. Butun respublikaga onamlarning kitoblari chop etildi. Bitta chiroyli qarshilar. So'zni bersak, ruxsatingiz bilan. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, o'quvchilar. Kelayotgan yangi yil hammaga omad keltirsin, sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Shunaqa chiroyli maktabda ko'payaversin. Bolam sog' bo'lgin, umring uzoq bo'lsin. O'quvchilaring ko'p bo'lsin. O'quvchilarimiz ko'p bo'lsin. Ustozlaringga rahmat, qo'llab-quvvatlaganingiz uchun. Sog' bo'linglar, umringiz uzoq bo'lsin. Sizlarni juda ham yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. Boringlarga shukr. Rahmat. Muhim Haydarovnaga so'z bersangiz, marhamat, qarshilar bilan. Assalomu alaykum hammaga. Ben bu maktabda 2-yil ishlashim, bayram rostini aytsam birinchi qatnashi, shunaqa holat qatnasha olmasdim. Afsusdamasman, juda mazza qildim. Sal bo'lsin sizlarni ko'rib, bolalarni ko'rib, biz bolalarimizga gap yo'q. Haqiqiy artistlar, haqiqiy xizor. Yo'q, ular mayli. Hammasini boshida siz turibsiz. Siz mehnatingiz zoye ketmayapti mana. Natijalarni ko'rib Bizni gapiringlar ustozlar. Bizniki. Kechirasiz, bu safar bizniki. Albatta rahmat. Yangi faqat yaxshilik yotqizdi. Faqat xursandchilik bilan yuring. Faqat yaxshiliklar bo'lsin. Rahmat hammangizga. Videoga so'z bersangiz.
Qarsiylar bilan. Всем здравствуйте. Хочу поблагодарить коллектив учеников за такой красивый праздник и пожелать всем в новом году крепкого здоровья, успехов, процветания в школе ВОС. И пусть в каждой семье будет благополучие, достаток, взаимопонимание и царит всегда любовь. Когда в доме все хорошо, то и на работе будет все просто на отлично. Buyursinlar, spasibo огромное. Ravshan aka Abdurahmonovga so'zni beraylik. Erkaklardan ham so'zni beraylik. Assalomu alaykum hurmatli hamkasblar, o'qituvchilar, murabbiylar, hammalarga omad muvaffaqiyat. 2025-yil mana juda ham bir muvaffaqiyatli yil keldi. Bizning bolalarimiz ham mana taekvondo bo'yicha ham jahon chempionlari bo'lishdi. Bu o'z maktabga kelib, xudo xolasa mana onalarining duosini olgan ekan. Dostonbek bu ham shogirdim, ham hozir rahbarim. O'shaning uchun ota-onasiga rahmat, shunchalik tarbiya berib, shunchalik to'g'ri yo'lga boshlaganiga va mana kelinga rahmat, shunchalik shu odamni yaxshi rahmat. Yo'q, Ravshan aka shunchalik adashib qoldi. Men ko'p aytaman-da, sani peshaning yanqiragan deb aytaman. Bana to'g'ri. Umringiz sog' bo'lsin, rahmat. Shu o'rinda Shoruq Amaraliyevga ham so'zni bersak, bitta chiroyli qarshi kelaman. Ochig'ida men hozir o'ylab turgan so'z beramikan menga yo'q o'tkazolamikan deb. Hop, so'z Biz ana tashab ketadiganlardan emasmiz. Bilardim, yana bir o'ylab qo'ydim-da. Hop. 2022-yilda boshlaganmiz. Nuqtaga qo'ydimda so'z bersalar. 2022-yilda 20 atrofida xodim bilan ish boshlaganmiz. Xudoga shukr, hozir mana 2025-yil tugayapti. 60 dan ortiq xodim bilan birgalikda ishlamoqdamiz. Bu degani 3 barobar ko'p degani. Bu bilan nima demoqchiman? Birligimiz, jipsligimizga aslo ko'z tegmasin. Safimiz kengayishda davom etaversin, aslo kamaymasin. Hammanglar bilan Xudo xolasa 20 yil, 30 yil, 40 yil kerak bo'lsa, o'sha oxirgi vaqtlargacha sizlar bilan birga ishlab, sizlar bizni hurmat qilinglar, biz sizlarni hurmat qilaylik. Aslo o'rtamizdagi sovuqchilik umuman bo'lmasin. Hammamiz bir-birimizni ko'rganimizda, bir-birimiz bilan ko'rishganimizda doimo kulib, xushmuomala bo'lib, bir-birimizni yaxshi ko'raylik. Молодец, hurmatli ustozlarni yana bir bor muvaffaqiyatli tugatganingiz bilan hammalarni tabriklab qolaman. Umringiz uzoq, rizqingiz baland bo'lsin, yurtimiz tinch, osmoningiz hamisha musaffo bo'lsin. Oila a'zolarga ham bizning nomimizdan samimiy tilaklarni bildirib qolasizlar. Yangi yillarni yaxshi kutib, Xudo xolasa kuch bilan 2026-yilni boshlab olamiz degan umiddamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Hamisha hammamizni Alloh qo'llasin. Hammamizni ham Alloh suygan bandalari qatoriga qo'shsin. Hammamizni ham xonadonimizga tinchlik, xotirjamlik, qut-baraka ato qilsin. Bolalarimizni, yoshlarimizni martabasini ulug' qilsin, ta'limini baland qilsin. Alloh hamisha o'zi qo'llasin, o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin. Biz o'qitgan o'quvchilarimiz ham bilimlarini cho'qqisini egallasin. Butun dunyoga don taratadigan o'quvchilardan bo'lsin. Inshaalloh shularni biz o'qitganmiz deb shularni bir faxrlanib, g'ururlanib yurishlik hammamizga ham Alloh nasib qilsin. Mashaqqatli ishimizda hammamizga kuch-quvvat bersin. Alloh sizni ham qilgan ihsonlaringizni dargohida qabul qilsin. Har doim ham sizni boy-badavlat qilib, Alloh hamisha barchaga ihson berib, hammaga yordam qo'lini cho'zadigan insonlardan qilsin. Suygan bandalar qatoriga qo'shsin Alloh. Ilohi amin. Ishimizga rivoj topganimizga baraka berib, Alloh huzuriga hammamiz yorug'lik bilan boshlig'i nasiba ro'zalagan bo'lsin. Yangi yilimiz hammamizga qutli, barakatli bo'lib kelsin. Xonadonimizga tinchlik, xotirjamlik, qut-baraka ato qilsin. Xushkepsizlar, rahmat ustozlarga topilgan.